Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Kaizo Safir 4ni 30-qismiga xush kelibsizlar. Rostini aytsam, men bu qismda nima qilishni bilmayman, chunki hech qanaqangi ideya yo'q. Men kosmosga uchib, kosmosda mazza qilib yurmoqchi edim. Afsuski, buni iloji yo'q ekan. Biz hali qaysi mod mana bunaqangi sloylarni qo'shishini bilmaymiz. Agar topsa agar, albatta udalik qilib tashlaymiz. Aytgancha, atom parchalagichimiz zaryadi tugagan edi. Hozir zaryadga qo'ysak bo'ladi, bemalol. O'tgan qismda men kosmosga uchishga qancha harakat qildim, foydasi bo'lmadi. Dunyomizda bitta mod bor ekan, u turli xil dunyolarni sloy qilib tashar ekan. Qo'limga nimadir chiqdi. Yarim kechasi bizda juda ham ko'plab hasharotlar paydo bo'ladi. Shaharga yashashimizga qaramasdan, derazadan assalomu alaykum deb birma-bir kirib kelishni boshlashadi. To'g'ri. Hop. Ochildi simsim. Bo'ldi, ochildi. Zaryad to'la ekan. Xo'p, adashmasam minusga qo'yishimiz kerak biza. Minuska. Pluskami? Seriozmi? Plus bunga bermaydimi? Normalniy bo'ldi. Uni qaranglar, 1.6 million MFE. Seriozmi? Deyarli o'zgarmadi. Tushyapti va men shungacha kelsa kerak maksimum. Shungacha ham kelmadi. Voy dot. Xo'p, bo'lmasa buni olamiz, zaryadimiz to'ldi. Ana endi kelinglarda yana modlarni titkilab chiqib, nimadir qilishga harakat qilamiz. Kosmosga uchmoqchi edim men. Lekin dunyo juda ham kam o'rganilgan ekan. Bemalol tepaga uchib boshqa kiraylarni ko'rsak bo'lar ekan. Xo'p, kelinglarda narsalarimizni birinchi navbatda unpacking qilib hammasini qo'yamiz. Uni qarang, mexanizmni ko'tarib olganman-da. Kosmosga uchib baza yasayman, u yerda nima deydi, kislorod tarqataman deb. Afsuski buni nimasi bo'lmadi, foydasi bo'lmadi. Okay, buni ham qo'yamiz. Quyosh paneli qani? Yo'q, daraxt turku, magnoviy daraxt. Xo'p, kislorodni ham qo'yamiz. Ana endi adashmasam, menda yana nimadir bor edi. Olamiz, qo'yamiz. Shuncha narsa keltirdim. Men buncha narsani qayerdan oldim? Savolda. Juda ham g'alati. Kirkalar ham bor. Aytgancha, bu yerda filling forest ham bor. Kelinglarda o'shaning bosslarni birma-bir urishni boshlaymiz. Bularni hammasini lekin qo'yish kerak. Let's go. Va pastga Xo'p, boshqa backpacklarim ham menimcha to'lgan. Hozir ko'ramiz. Qanaqangidir g'alati suyuqlik ham bor edi. Random rudasidan chiqqan edi adashmasam. Xo'p, nimagadir bularni magniti o'chirilgan ekan. Shuning uchun ham to'lmagan. Xo'p, ovqat olishimiz kerak, sizlar. Ovqat, tuxum. Yo'q, afsuski tuxum bu ovqat emas. Bizda tarvuz bo'lish kerak. Okay, buni yesam bo'ladimi yo'qmi deb qarayapman. Monster reposta terisi. Qovoqqa olamiz. Kunimiz qovoqqa qoldi, boshqa iloj yo'q. Yana nimani yesam bo'ladi bu yerdan? Men bechoraga yeydigan narsa ham yo'q. Shuncha kerak emas narsalar bor. Bu nima bu? Chromium fragment. Menimcha buni yeb bo'lmaydi. Ovqat muammosini hal qilish kerak-da. Qanaqa men buni ovqat topsam bo'ladi? Bir ko'raylik-chi, atrofda nimalar bor ekan. Kelinglarda yaxshisi kosmosga uchib ko'ramiz. O'sha birinchi chiqqan izmereniyada jannatga o'xshash bir joy ichida, o'sha yerdan ovqat topsak bo'ladi menimcha. Chunki men u yerda normalniy moblarni ko'rgandim. Odatda cho'chqalarni ko'rgandim, adashmasam. Boshqa mob ko'rganim yo'q bu yerda. Hozir qidirib ko'ramiz. Xo'p, bu yerda nimalar bor? Izumrud bu yerda juda ham ko'p ekan, shuni bildim. O'tgan safar kelib, deyarli yarmini olib ketgandim. Yana shuncha bor deb harakat. Okay. Olamiz 2-3 ta bilan hech kim nima deydi, kamayib qolmaydi. Let's go. Ko'pligini qaranglar-da, odam o'zini to'xtata olmaydi buncha izumrud ko'rgandan keyin. Xo'p. Shoshmanglar. Yana bu yerda nima bor? Ko'mir ko'ryapman, adashmasam. Yana nimalar bor ekan? Moblardan faqat cho'chqalarni ko'ryapman, boshqa mob ko'rganim yo'q. Adashmasam, nima deydi, pillagerlar bor bu yerda. Vaqti bilan paydo bo'lib qoladi. Bo'ldi, Kaizo o'zingiz bosing. Xo'p, nimalar bor ekan bu yerda? Juda ham chiroyli joylar. Wow! Shader bilan qanaqa shader yo'qsa hozir kompyuterim o'chadi-da, men bilaman. Bizda 2060 super video kartasi. Eng qizig'i boshqa kompyuterlarda o'zini normallik ko'rsatadi, o'chmasan. Meni kompyuterim kelgandan keyin bo'ldi, ishlamayman sen bilan deydi. Xo'p. Bistrini o'zgartiramiz. Skilllarda 20 ga obishniga qo'yamiz. Brat, o'lgis kelib. Yo'q, qanaqasiga? Klonmisan nima palo? Yo'qgacha. Menga bu yerga ovqat deb keldim, bilan urish niyatim yo'q edi. Xo'p, ovqat. Cho'chqalarni urib bilmaymiz, chunki cho'chqa bu harom. Tarvuz bor ekan. Tarvuz unchalik ham yaxshi emas-da. Tarvuz, qovoq. Hatya yesa bo'ladi. Bratanim, kimsiz? Sen Xerobrinmisan yoki uni o'rtog'imisan yoki Stivmisan? Qarchi o'ldi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar.
Xo'p, tarvuzlar ham palakat kam ekanda, bitta, ikkita chiqadi, ko'p emas. Bu nima? Kaktusmi? Seryozni? Bambuk. Bambukni yesa, bambuk yeb bo'lmaydi. Menimcha, yana bilmadim. Lekin zo'jo'l ekan, shu yerga baza quraymi? Seryoz, uy quraymi shu yerga? Pastda yashadimmi yo tepada yashadimmi? Jek va Loviya poyasiga o'xshab tepada yashayman, bo'ldi. Nima problema? Ruda kerak bo'lsa pastga tushsam bo'ladi bemalol. Uni qaranglar. Bitta sloyda qizig'i. Xo'p, yana nimalar bor ekan bu yerlarda? Atrofni ko'zdan kechiramiz. Maksimal darajada ovqat qidirish kerak. Mana bu nima? Mana bu asal. Xo'p, asal yesa bo'ladimi yo'qmi? Shilinni soti. Bu уже terrakotta, keramika. Shilinni soti. Yo'q, buni yesa bo'lmaydi. Bu asallarning uyi. Asal emas. Okey, hozir ko'ringchi. Bu yerda qovoqlar bor ekan. Oho, shirin qovoqlar mamlakatga tushib qoldimmi? Nima balo? Let's go. Men shu asarni o'qimaganman-da. Ukam o'qigan, adashmasam uchalasam o'qigan, 3 ta ukam bor. Men o'qimaganman. Qanaqa bolaman bilmadim. Bratanim, siz mabodo o'lmoqchi emasmisiz? Sizchi? Normalmi hammasi? Okey. Qovoqlar tugadi. Nimaga qarayapti? Kimga qarayapti? Cho'tta nito. Xo'p, buni yeb bo'lmaydi menimcha. Jim turing, iltimos. Okey. Stak menga ko'proq kerak-da. Cho'tta yo'q. No, agar bir joyda ko'p bo'lar ekan, bo'lmasa umuman bo'lmas ekan. Xo'p, tepaga chiqib ko'raylikchi. Buni qaranglar. Suv havoda turadi. Ichga kirishim bilan yomon oqaman, brat deydi. Xo'p, qanaqangidir daraxt juda ham g'alati ekan. Okey, vashitda chetroqqa borish kerak. Boshqa biyomlari bordir bu yerlarni. Hozir ko'ramiz. Bu bilasizlarmi? Qanot vashi boshqa dunyo ekan. Nima bu? Okey, menimcha bu o'rgimchak qanaqangidir aser. Menimcha bu o'rgimchak bilan pashshani, uzr-brat, o'rgimchak bilan pashshani Nizakonni o'g'li bo'lsa kerak. Emisi ham past bu, ya'ni yurishi ham sekin, emas movie speed deyiladi inglizchada. Uchmaydi ham bu. Juda g'alati narsa ekan. Ovqat beradimi yo'qmi bilmadim. Sen qanaqa bu yerga kelding? Uni qaranglar. Vashi toba. Qayerdan keldi, qanaqa keldi bilmadim. Xo'p, juda ham g'alati mob bor ekan bu yerda. Nima qiladi bilmadim. Balkim kechasi vahshiy monsterga aylanar, lekin kunduzi jimgina yuradigan oddiy mobcha ekan. Ovqat bermadi menimcha. Yo'q, ovqat bermas ekan. Nima berdi? Membranni fantom berdim. Yo'q, bu membranni berish mumkin. O'zing bos. Ana o'san urdi. Qonli urushga guvoh bo'lamiz. Mana bu tarakanga tikaman yesicho, chunki joni ko'p ekan. Tak, sen qo'shilma. Sen sheriging urdi hozir. Bulutni qaranglar, tavba. Ur. No, hozir ko'ringchi, buni joni hali 9.5 ta bor, buni joni esa birozgina kam. Yordam berdim-da. Tipa bu sekin yuradi-yu. Короче, menga ovqat kerak. Iltimos, ovqat. Ko'pligini. Let's go. Asallari qanaqasi? Bu yerda asallarning uyasi bor-ku. Okey. Mana bu qilyapti hammasini. Brat, menga qovoq kerak bo'ldi. Qovoqchilar odam o'ldirasizlar. Tavba. Vahshiylar. Okey. Ketamiz. Bunisini ham. Magnit ishlayaptimi o'zi? Menimcha ishlayotgan bo'lishi kerak. Bu nima edi? Zombi jida qayerdan paydo bo'ldi? Mana shu konsertlarni yesa bo'lmas ekan. Afsuski jonim, ovqatim to'la. Tek bo'ldi. Men shuni olib ketaman bo'ldi. Hammasini olib ketaman bu yerdan. Birorta qoldirmayman. O'lmasam bo'ldi. Bo'ldi, menimcha uni qaranglar, o'sdimi bu hozir? Yoki bormadi, bilmadim. Xo'p, ovqatlarga keladigan bo'lsak, 2,5 stak tarvuz va birozgina qovoqim bor ekan. Bo'ldi, kaloriya bermaydi, demak shu qovoq bilan tarvuzda. Prosta kaloriya bermaydi. Ko'ryapsizlarmi? Ovqatim to'q. Konserva yeyish kerak, da. Let's go. Yedim. Normalniy. Ana endi kaloriya berdi. Qaranglar, darrov jonim ko'payishni boshladi. Xo'p, bo'lmasa yana mana shu yerga aylanishda davom etamiz. Kech tutishyapti. Kech bu yaxshi vashida. Bilasizmi, ana u Gongkong qizni qaytadan topishim kerak. Qani kechasi o'zini qanaqa tutadi? Okey. Hozircha ko'rinmayapti. Sen hamma joyda bormisan? Qanaqa bunday savol qanaqa? Bu yerda outpost bo'lmasa, prosta tak spam bo'gisi keldi va spam bo'ldi. Xo'p, men bilan sindirish birozgina qiyin ekan, chunki har xil o'simliklar, bloklar atrofida bor ekan. Okey, menimcha cho'chqa ekan. Oppa, biyom o'zgar qormi? Yoki bulutmi? Shoshmaydi. Shisha va kalsit ekan. Juda ham g'alati.
juda ham g'alati va nihoyatda chiroyli. Shag'am, seriozmi? Okey. Mayli, nima qilardik? Juda ham g'alati joylar. Shersni yattoba. Azizlar, men buni aylantirib bitta mashina bistriga qo'yib, bilasan, bu menga juda ham kerakli narsa. Men qancha qo'y qidirdim, bu yerdan shoshmanglar. Qaychi menda bormi yo'qmi? Afsuski qaychim yo'q ekan. Qaychi bilan menimcha momentalli sindirsa bo'ladi bularni. Hatto men hozir juda ham tez sindiryapman, lekin baribir. Okey. Men cheksiz nima deydi, jun istochnikini topib oldim. Okey. Endi mana jun sang desanglar bo'ladi, bemalol. Let's go. Olamiz. Balkim craftlarimizda kerak bo'ladi. Так что olib ketish kerak emas. Hammasini. Meniki. Nimaga men akkuratni sindiryapman? Просто так xaos qilib tashlasak bo'ladi-yu, chunki bu yerlarga qaytib kelamizmi yo'qmi Xudo biladi. Так что bemalol shoshmanglar. Yana bu yerda nima bo'lishi mumkin? Oq. Mana bu adashmasam, diarit ekan. Tushunarli. No, tematika oq, shuning uchun ham hamma joy oppoq tashish. Let's go. Olamiz. Va natijada menda serios tushunchami? Atom parchalagichim joni deyarli qolmabdi. Shu tak что sekinlashtiramiz, обычныйga qo'yamiz. Bunda qiziq emas-da, juda ham sekin sindirar ekan, nihoyatda sekin. Xo'p, mayli. Azizlar, yana birozgina bu yerdan aylanamiz. Oqda yana nima bo'lishi mumkin? Rudalar qanaqa? Bu yerda monstrlar yo'q ekan. E'tibor berdilar, hech qanaqangi moblar yo'q. Kimdir uyi. Vau, edami nima bola bu? Uy emas, ekinxona ekan. Что so'ray, rostni aytsam. Seriozmi? Qayerda? Atmosferniy-da. Bug'doylarni albatta olib ketamiz o'zimiz bilan. Okey. Juda ham g'alati, bu oq biyomda hech kim yo'q ekan. Na bir pozitiv moblar bor, na bir negativ moblar bor. Juda ham g'alati. Bu mis, menimcha bu charxpalakda, tipa. Pastga tushaylik, pastda nimadir bormi? Yo'q, menimcha bilasizlarmi? Dekoratsiya bu hammasi dekoratsiya. Nimaga sen dakasa tushmayapsan? Tush pastga. O'zini jinnidek tutayotgan suvni birinchi marta ko'rishim. Sen oqishing kerak. Tush pastga. Mana tushdi, bo'ldi. Ketdi merga qarab. Uyimni zatapit qilmasa bo'ldi. Okey, yana u yerda qanaqangidir bulutchalar bor. No, originalli desak bo'ladi-da, originalli. Juda ham originalli, lekin men bundan ko'proq narsa kutgandim. Mana qo'ng'iz. Sabzilar. Baratanim? Endi urishasizmi? Yo'q, bu слишком slabiydi, qaranglar. Ketdi narigi dunyoga qarab. Okey, nima ham qilardik? Sabzini olib ketaman o'zim bilan. Kakos ovqat qidirgandim, joyiga kelgan ekanman. Let's go. Okey, shoshmanglar. Agar bu yerda sabzilar bo'lsa, bu yerda bug'doylar bo'lsa, demak bu yerda jitil. Okey, emas. Demak bu yerda jitillarmi yo'q, qanaqangidir aholi bo'lish kerak-da. Bularni kimdir ekkan u, qidirish kerak. Demak bu yerlarni qidirsak bo'ladi. Hammasini olib ketamiz o'zimiz bilan. Let's go. Va buni ham palakat. Okey. Lekin sunduqqa e'tibor berdinglarmi? Sunduqda o'rgimchak uyasi bor. Okey, juda ham g'alati. Nima? Kimdir uyi bu. Aytmaslarga jitil bor deb. Hozir ko'ramiz. Bu yerda nima bor ekan, kim bor ekan? Nimadir ovoz kelyapti. Dekorativni, chiroyli. O'zing bos. Bu tipa havoda uchib yuribdi. Qo'llar yosagan. Vau, eshik ham bor ekan. Assalomu alaykum. Hech kim yo'q. Okey, bu tomonda bug'doy, seriozmi? Hech kim yo'q. Xo'p, firework, seriozmi? Firework qo'ygan. Juda ham g'alati. Okey, misdan olamizmi yo'q? Mis bizga kerak emas, deb palakat. Cheshuysa ekan, men nima ekan bu bilmayman senga. Bular ichida nimadir bormi yo'qmi? Afsuski bularning ichida hech narsa yo'q ekan. Bug'doyni olib ketamiz o'zimiz bilan, tekin ovqat manbai. Bularga tegmaymiz. Tepasida bitta daraxt o'sib chiqqan. Xo'p, yana struktura qidiramiz. Ovqat, shoshmanglar, sabzi qancha? Normal. Bu nima? Xuddi katta qasrga o'xshaydi, lekin menimcha bu o'zi biyom shunaqa. Xo'p, bug'doylarni olmasak ham bo'ladi, chunki o'rtada bittasi o'smay qolgan. Allay? Brat, bu yoqqa kelingchi siz. Shoshmang. Bitta qo'liga pustoy bankani berib olay. Okey, pustoy banka. Brat, shoshmang. Na. Endi menikisan. Endi meni qulimsan. Xo'p, kelinglar, men bularni sindiramiz hammasini.
Hammasini sindiramiz va o'zimizni olib ketamiz. Ovqatlar judayam ko'p ekan bu yerda. Slishkim ko'p. Men bularni ham shoshmanglar. Yana bilasizlarmi, nimadir qilish kerak-da. Balkim bu yerda sabzi debman. Kartoshka ham bordir, sabzi bor-ku. Oppa, yo'q. Xuddi shu narsa, anovchi. Mana bu sabzi bo'lsa kerak. Yo'q, bu kartoshka. Aytdim-masligi bu yerda kartoshka bor deb. Okay? Kartoshka qilib olamiz. Xo'p, sabzi bor, kartoshka bor, bug'doy bor. Yana nima qolyapti pol ekinlardan? Menimcha shu uchalasi really common, ya'ni eng keng tarqalgan. Tarvuzlar ham bor, lekin u kamda, unaqa narsalar. Okay. Azizlar, cho'tta bu yangilik. Bilasizlarmi, men shu kelib, ya'ni sushonni kelib qani mana vodoroсли laminari ekan, laminari. Sushonni blok laminari mana shu ko'mir blokidan ko'ra ko'proq narsani pishirib beradi. Demak, bu shunaqangi kelibni fermasi ekan. Mayli, nima ham qilardik? Bizga ovqat kerak. Bu adashmasam yana kartoshka bo'lsa kerak. Let's go. Bo'ladi. Ehtiyot bo'ling. Bilamiz. Sen chetroqqa qoch, o'lasan hozir, bilasanmi? Oyog'im ostiga kelish yaxshi emas. Atrofda uchib yursang bemalol bo'ladi. Xo'p, joy bormi bizda? Bizda joy bor. Kelinglar, sartrofga qaramiz. Urug'lar lekin yaxshi emas. Urug'lardan nima qilsa bo'ladi? Hali ko'ramiz. Shu yerda zo'r joylar ekan. Menga yoqdi, juda ham yoqdi. Yana bug'doy, rahmat. Bug'doy ko'rdik. Nimani biz ko'rmadik? O'sha narsani menga ko'rsat Minecraft. Hozir topamiz. Yana ekinzor, yana bug'doyzor. Teparoqda bug'doyzor ekan. Biyom o'zgaryapti. Azizlar, qanaqangidir qizil biyom. Menimcha moblar spam bo'lishni boshlaydi endi. Ertalab bo'ldimi? Seriously? Butun boshli tunni men bunaqangi oq biyomda o'tkazgan ekanman. Xo'p, bizada normal edi turibdi. Ya'ni hard emas-da, hard debman, peaceful emas. Agar peaceful bo'lsa, moblar spam bo'lmaydi. Nimaga? Savol. Nimaga? Hech kim yo'q. Oppa. Magma kubli ekan. Super narsa emas. Men o'yladim maxsus qanaqangidir boshqa mob deb. Yo'q, qizil biyom unchalik ham menga yoqmadi. Unchalik ham normal emas ekan. Lava bor, magma bor, taf bor, blackstone bor. Xo'p, yana nima bor bu yerda? G'alati daraxtlar o'xshamagan. Bulutlar. Oppa, yana biyom o'zgaryapti. Menimcha bu nima deydi? Yangi qo'shilgan biyom bor-ku, botqoqlik biyomi. Bu yerdan nimani topsa bo'ladi bilmadim-ku, lekin chiroyli ekan juda ham. Tugadimi? Bu biyom darrov tugadi va g'orlar biyomi boshlandi. Yana o'zini default biyomi, u pastda nimadir bor ekan. Hozir ko'ramiz nima ekan bu. Yo'q, uymi bu? Yana bitta kelp fermasini topib oldim. Olib ketamiz o'zimiz bilan. Sushonni laminarini juda ham zo'r yonadigan narsa. Yoqilg'i sifatida ishlasak bo'ladi. Bemalol. Okay. Oppa. Mana bu ham uychaga o'xshayapti. Hozir kirib ko'ramiz. Nima bu savol? Bu men ko'rgan narsa bo'lsa kerak. Mashara buzib kirsak nima bo'ladi? Mashara buzib kirsak? Yana o'sha fireworklar. Olib ketamiz o'zimiz bilan. Lekin menimcha joyi qolmadi. Kelinglarda boshqa nimalarni ochib chiqamiz. Magnitni yoqamiz. Ikkinchidan magnitni yoqamiz. Birozgina bizga narsa kerak-da. Bo'ldi. Lekin asosiy nimaga qo'yishimiz kerak. Mana bu asosiysi. Bo'ldi. Let's go. Xo'p, bu yerda bug'doy bor. Menga ochmadi. Bu yerda bug'doy bor. Bilmasdan. Обычныйda o'tiribdi, lekin juda ham tez sindirar ekan. Xo'p, yana ovqat. Yo'q. Yana oq biyom keldik. Aylanib keldim, men tushunmadim. Juda ham g'alati. Yana laminari. Yo'q, men hali ko'rmagan narsamni ko'rmoqchiman-da. Berosa, yo'q, rahmat, kerak emas. Ketamiz. Balkim tepaga chiqarmiz, kirayga. Menimcha bu yerda boshqa narsa bo'lmasa kerak. Bu yerda boshqa narsa yo'q. Yana bitta biyom almasht. Buni ko'rdim men. Yo'q, shoshmanglar. Juda g'alati biyom ekan. Bunaqa biyom menimcha ko'rganim yo'q. Xuddi Twilling Forest'ga qanaqangidir o'xshamagan biyomiga o'xshar ekan, lekin hozir chiqqan biyomga ham o'xshab ketar ekan. Qarachi, hammaga o'xshaydigan biyom. Bunaqa narsalarni ko'rdim men. Lekin qanoti prosta ideal narsa ekan-da. Qarlovchini Why dot. Okay, menimcha azizlar, bu nima deydi? Jannatchida hamma narsani ko'rdik. Ezan emas-da bu. Qanaqangidir kray bilan yer o'rtasidagi bir nima deydi? Joy-da. Между небом и землей deydi-yu. Daraxtlar. Krayga o'tib ketdim men. Mayli, tepaga zaradim qolmadi, harakat.
Hozir kuchim ko'payib olsin. Tepak qaranglar. Prosta kuchim yo'q-da, shu uchun ham. Hoppa, sekin-sekin kuchni to'ldirib olamiz. O'zing bos. Okay. Hozir kuchimni to'ldirib olay, ana undan keyin tepaga chiqamiz. Okay, bo'ldi. Let's go. Pastda hech narsa yo'qmi? Bu yerda nimadir boshlanyapti. Hozir ko'raylik-chi. Ayyo bo'ldi. Shu yoqma davom ekan izumrudlarda. Mayli, tepaga chiqamiz. Okay. Va biz kraydamiz. Krayi, okay, o'zida adashmasam. Baratanam qaraysiz. Xo'p, bu yerda nimani olsak bo'ladi? Bu yerda menimcha asosan rudalar bo'lsa kerak. Mana bu nima? Enderniyak lapis? Lazurit. Juda ham g'alati mexanika, juda ham. Xo'p, kemani shahari. Kemani shahari, Kraydni shaharchasi. Kema yo'qmi? Kema bo'lsa elektr olardik. Pravda nimaga kerak bilmadim, lekin olardik-da. Birratan ham qaraysiz. O'xshamaydi. Narsaga. Mana bu narsa kerak emasdi. Bu narsa kerak emasdi. Oppa, teleport. Teleportation stuff. Olamiz. Ochil, sim, uni qaranglar. Nimaga ochim? Acid blaster. Seriously? Biz ko'ramiz. Mana bu narsa nima qiladi? Mani teleport qildi. Savol, qayerga teleport qiladi? Va qanday? Mani faqat jonim ketar ekan. Faqat ko'rib biladigan, ko'rib emas, ushlab biladigan blokimga teleport qilar ekan. Juda ham g'alati bu. Shoshmanglar, buni yordamida masalan shiftga chiqib ketsak bo'ladimi? Blok ichidan o'tsak bo'ladimi? Menimcha bo'lmaydi. Iltimos, shu narsa kerak emas. Mayli, juda ham g'alati narsa. Ikkinchisini ko'ramiz. Acid blaster. Hozir pastga tush. No storage found in range. Tushunmadim. Bratga otib ko'raylik-chi. Biroq qaraysiz. Urush bo'lmasin, men shunchaki hazillashib keldim. Keyin men buni olib ketamiz o'zim bilan. Keyin mana sindiramiz. Normalniy. Brat. Bu yoqqa kelingsiz. Sizda. Siz. Bolakay, bu yoqqa. Zo'rmi hammasi? Normalniy hammasi? Okay, let's go. Xo'p, bu yerda nima qidirsak bo'ladi? Atrofni ko'zdan kechiramiz. Bu yerda ham qanaqadir noyob narsalar bormi, yo'qmi? Menimcha oppa. Men bilasizlar, bu yerda hamma narsani ko'rdim deyman, bo'ldi. Nimadir paydo bo'ladi. Akam, siz prosta tak urishingiz kerak emas, bu mumkin emas, prosta tak urish. Yerga kirib ketdimi hozir? Juda ham g'alati holat. Xo'p, akam o'zingiz bosib oling birinchidan. Xo'p, men birinchidan o'zingiz bosib oling. Menimcha o'sha aktiv holatga o'tdi. Yana bilmadim gerçi. Kirchi bular bilan urushib o'tirmaymiz. Qanaqangidir o'xshamagan moblarda, o'xshamagan narsalarni beradi maksimum. Musiqa, bittasi backpacklik bo'lsa, mana brat yuribdilar shu yerda. Xo'p, atrofni yana ko'zdan kechiramiz. Nimadir bormi bu yerda? Men hali ko'rmagan. Okay. Oppa, nima bular? Mana qanaqangidir krayi daraxtchalari. Iris. Protsessor nomi. Protsessor emas, video chipi nomi Iris. Okay, bu yerda nimadir bor. Daraxt o'zi shunaqa ekan. Vajohat bilan turibdi. Okay, yana shumi? Yanasami? Jonga tegding-ku. O'zing bos. Creeper. Creeper lekin zo'r bu yerda. Adashmasam yorilgandan keyin teleport qiladimi yoki meni teleport qildiradimi? Oppa, bu kimni uychasi? Bu kimni brat meni ko'rib qoldilar-da, prosta. Keling, urishasizmi? Keling. Bratanim. Xo'p, bu yerda eshik bormi yo sindirib kirib ketaveraymi? Menimcha ikkinchisi. Okay, hozir yes qilamiz. Eshik bor ekan. Afsuski bor ekan. Mayli. Bu yerda nima bor? Nimaga kerak bu? Nima tualetmi, nima balo? Bir sunduk ham yo'q bu yerda. Prosta uychalar. Kimdir xayoliga kelganda, kelinglar-da, uycha qilamiz. Bo'ldi, uycha qilgan. Xo'p, fantomlarning spawneri. Oddiy krayda menimcha qiziqarli narsa yo'q. Super krayga o'tishimiz kerak. Tepaga chiq, super krayga o'tishimiz kerak. Ana bu yerda juda ham ko'p narsalarni ko'rdim men. Hozir birma-bir bunlarga guvoh bo'lamiz. Let's go. Va men super kraydaman. Uni qaranglar,
Salyutda bu yorqin yulduzchalar. Xo'p, mana bu yerda nimalardir to'chni bor. Chunki noodatiy narsalar bu yerda juda ham ko'p ekan. O'tirib olamiz. Xo'p, yulduzchalar. Tak. Atrofda moblar bor. Qanaqangidir moblar ko'rinyapti. Lekin menga ko'rinmayapti. Demak, teparoqda ular. Okey. Mana bu yerlarda bo'lsa kerak. Yo'q, hozir hech kim yo'q. Buni o'rtasida nima? Lapis lazurimi? Mayli. Olmos bo'lganda zo'r bo'lardi. Obsidian. Qiziq, buni ichida nima bor ekan? Bratanim. Mana qanotim bor. Bunaqangi fokuslaring menga o'tyapti lekin. Uni urish kerak. Shoshma. O'lgandan keyin bemalol nima qilsang qil. Tek. O'zing bosib ol. Okey, bo'ldi. O'ldirdim. Normal hammasi. Xo'sh, kelinglar deb mana buni sindiramiz. Kimsan? Bistriga qo'yib, o'rtasida nimadir bormi yo'qmi hozir tekshiramiz. 1 2 hop, lava bor ekan, bizlar kutib o'tirgan. Nimaga? Men sizlarga nima yomonlik qildim? Skafandrimga hech narsa qilmabdi. Shunisiga ham shukur. Bo'ldi, och. Mana bu yer ochiq ekan u. Balakat. Bitta vagonetka spawn qilamiz. Bratanim yordam bering menga, если что. Okey. Oppa. Nima bu? Shalker. Yo'q, shalker menga kerak emas. Rahmat, shalker menga kerak emas. Xo'p, obsidianlarning o'rtasida lava bor ekan. Men boshqa narsa kutganim rostini aytsam. Yana nimalar bor? Tepada fiyalkalarda yonadigan fiyalkalar. Hop. Menimcha bu yerda qiziqarli narsa yo'q. Endermenlar bor. Okey. Eng topgan qimmatbaho narsa menimcha bu lapis lazurit bo'ldi. Boshqa hech narsa ko'rganim yo'q. Normal olmosmi, izumrudmi? Bratanim qalaysiz? Mana olmos. Olmos bor, lekin kamda. Bu super demadi hali. Biz obishniga qo'yamiz. Tek, pastga tushamiz. Tepaga chiqamiz, pastga tushamiz, tepaga chiqamiz. Menimcha boshqa biyomga keldik. Boshqacharoq biyom. Teskari daraxtlar. Tipa bo'ldi, dunyo tugadi deganda bu, ya'ni tepaga boshqa chiqa olmaysan degani. Lekin tepaga chiqsa bo'ladi. Addan spawn qil. Oppa, kartani qaranglar. Bu oppoq bulut kim bo'ldi? Hozir ko'ramiz. Va u oppoq bulut Prince. Qanasan? Pastamadi hali bu. Okey. Mana shu yerda kimdir? Ikkita bo'ldi bular. Tushunmadim. Mana shu yerda kimdir bor. Pastami yoki? Yo'q, pasta emas. Tepadami? Tepada. Xo'p, mana chiqdi. Mana shu yerda turibdi, kimdir? Arvoh bo'lsa kerak. Blokdan tepasida bo'lmasa kerak har qalay. Mana qaranglar, pasayapti rangi. Demak biz mana parazit. Bu nima bu? Kim bu? Qani bu? Mana. Ko'rinar. Urion. Urmas ekan, yaxshi. Urion urinchi, o'lib ketdi. Короче, ko'rinar-ko'rinmas Nivzinga bitta mob bor ekan, butun kartani dabdala qiladigan. Lekin urmaydi. Urishqoq emas. Taxtalarni nima qilasiz, Skyzo deydigan odam yo'q. Xo'p, bulardan ehtiyot bo'lamiz. We are the champions. Menimcha bu boshqacharoq biyom, chunki mana bunaqangi qizil obsidianlar, qizil emas, pushtirang obsidianlar yo'q edi. Tepaga chiqamiz, pastga tushamiz va menimcha tutildim. Lavaga kirishimga sal qoldi. Xo'p, yana bitta biyom o'zgartirib ko'raylik-chi, nimadir o'zgaradimi yo'qmi? Menimcha o'zgarmasa kerak. Maksimalli mana shu. Bilasizlarmi, agar sayyoralar bo'lganda yo'q zo'r bo'lardi. Mayli, azizlar, kelgusi qismlarda men bu modni udalit qilib tashlayman. Mana bunaqangi tepaga, pastga chiqadigan narsalarni. Uni o'rniga biz bemalol raketa bilan kosmosga uchsak bo'ladi. Okey. Hozir biz kosmosga uchayapmiz. Minecraft bizani boshqa dunyoga olib tashlayapti. Ana u kosmosga uchayotgan raketa prosta shokka tushib qolib, pastga tushib ketyapti ekan. Okey, bu yerda nimalar bor yana? Energiyam tugadi. Mayli, pastga sakrasak ham bo'ladi. Let's go. Kayzoning qulashi. Bo'ldi, uchmay, prosta tagiga qil. Mana shu normal tezlik qilyapman. 50, 40, 0 dan keyin o'zgaradi menimcha. Tak, 15, 9, 8, 0 minusga ketdi.
Ko'raychi nechida o'zgarar ekan. No minus 10 bo'ldimi, 20 bo'ldimi? 290 da qaytadan boshlanadi va tezroq tushish kerak. Okey, bulutlar. No, oddiy krayda, короче, oddiy kray. Bu yerda Chaos drakoni bormi, yo'qmi? Menimcha Chaotic drakon yo'q, chunki Draconic Evolution o'zi yo'q. Kema. Iltimos. Hozircha yo'q. Da, kema. Azizlar, biz elitrani qo'lga kiritdik hozir. Seriozniy, biz hozir elitrani qo'lga kiritdik. Bu hazilakam narsa emas, bu o'yinning mazmunlaridan biri. Let's go. Nimalar bor ekan? Totem. Seriozniy? Bu yerdacha. Yo'qmas. Olib ketaman. Oli navli loot. Iltimos jim tur. Narsanga. Teleportdan qo'yadi bu g'alamiz. Shatla yeb o'tiraveradi jinniga o'xshab. Xo'p, oliy navli lootlarni oldik. Dam olmasa ham bor ekan qanaqangidir. Levitatsiyami? Исцеление bo'laveradi, mayli bo'laveradi. Okey. Shaharlar, zo'r, chotki. Elektrani qo'lga kiritdim. Endi drakonni qaytadan spawn qilsak ham bo'ladi, yaxshisi pastga tushamiz. Bizning bitta jannatcha bor, pastda o'sha jannatga boramiz. Bu modning nomini topishimiz kerak. Ana undan keyin bu nima? Tepaga. Nechinchi blok bu? Chiqdim. Okey. Tepa. Zaradim tugadi, palakat. Tepaga chiqsa bo'lmaydimi? Shunaqa tushmaydi. Pastga tushamiz birinchi. Izumrudlar. Okey. Kutamiz. Zaradimiz to'lgandan keyin ana endi tepaga chiqsak bo'ladi. Kimsan? Tog'ga chiqsa. Okey, tepaga chiqamiz. Let's go. Va nimadir o'sha yerda nimadir bor-da. Hozir ko'ramiz. Adashmasam men ko'p borman. Uch. Spawnerlar. Serios shumi? Shoshmaylar, menda qovoq bor, narsanga. Qovoq spawn bo'l, iltimos. Men urishyapti bu yerda. Narsanga. Da. Men bilan hammasini urib tashlay. Hammasi bo'ladi. Prosta hammasini. Urmaysanmi? Ur. Ikkita spawner sindirish kerak. Qazam jinniga o'xshab o'tiribdi. Xo'p, telepatium ore. Seriozmi? Qanaqasiga san qayerdan paydo bo'ldi? Hozir savolda qanaqasiga? Qovoq tirikmisan? Urma bilan nima qilyapti bular? Qayer shoshmaydi. Bu palakatlar mana uni o'zim ham aytdim, kichkina demang, bizni ko'tarib olamiz, sizni qilishyapti hozir. Tek. Mana buni sindiramiz. Yiqil hamang, yiqil tarakanlar hamang, yiqil. Просто sabzi yeyapman-da, sabzi, nima deydi, tarvuz, qovoq yeyapman, shuning uchun kaloriya bermayapti, shuning uchun jonim ko'paymayapti deyarli. Lekin menda qilich bor. Hozir qovoqchani o'ldirib tashlayman deb prosta. Hoppa, bular ikkita bo'ldi. Let's go. Mana armiyam, Kaizo armiyasi doim g'alaba qozongan. Yeb tasha uni. Hop, bo'ldi. Kaizo o'zingiz bo'lsin. Telepatium ore, azizlar. Menda telepatium rudasi bor. Nima qiladi bilmadim. Lekin yana qidirib ko'raman. Mana bu yerda redstone bor-da, bu redstone. Okey, yana nima? Mana telepatium bor ekan vashitda noyob narsa emas ekan, bor ekan. Nima qiladi bilmadim, lekin olmasak bo'lmaydi. Kaizoga hamma narsa kerak, hamma narsa. Shoshmaylar, men sunduqdan ochganim yo'q. Nimachi telepatium rudalari bo'lsa, aytdim. Telepatium rudalari bor. Temirlar, lapatkalar, короче, gadnata, dabro hammasini olib ketamiz. Bu yerdachi? Qanaqangidir diskam bor ekan. Olib ketamiz. Dabro, okey, bu nima bu? Juda ham g'alati. Qanaqangidir daraxt turi. Bunga dabro yo'q. Bu yerda esa bizani qanaqangidir loot kutyapti. Bolachalar bilan urushib o'tirmaymiz, chunki foydasi yo'q bular bilan urushda. Iltimos, men sunduqdan o'g'irlayman, ketaman, bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Xo'p, bu yerga keldim. Yo'q, kelmagan ekanman. Let's go. Enderman qayerdandir bor. Enderman bularni yomon ko'radi aytgancha. Ur hammasini ur, yanchib tasha hammasini. Let's go. Men urdim. Men shu urdim. Yordam ber. Bo'ldi. Xo'p, azizlar. Men hali ko'rmagan narsalar bor, deyapti, serios bor. Hammasini ko'rdim deb o'ylayman, yo'q, bor ekan. Pastda bor, qaranglar. Просто на ровном месте mana bunaqangi gadnatara, olmos, iltimos.
Sizlarni menga kuchinglar yetmaydi. Adashmasam 50 ta tushdi hozir. Yana bilmadim. Okey, bu yerda yana bor ekan. Yo'q, bular vashi bu yerda shahar qurib tashlashibdi o'zlariga. Okey. Bu nima? Gravitium ore. Seriously? Shunaqa narsa bormi? Iltimos, tom turinglar. Tik. Bu fashistlardan hozir qochib ketamiz. Bo'ldi, qochdim. Gravitium ore bilan telepatium oreni olib ketyapman. O'zim bilan rudala. Bu nima bu? Purpur qanaqangidir. Yo'q, rahmat. Purpur bizga kerak emas. Pastga tushamiz menimcha. Menimcha pastga tushamiz. Ishishmaydi bu nima bu? Temir. Yo'q, mis ekan, mis. Bu yerga mayit qilish uchun kelsak bo'ladi bemalol. Lekin qanot boru prosta o'yinni sindirib tashadi-da, o'yinni mazmunini. Maza qiladi odam. Xo'p, bizani jannatcha bu yerda. Mana bunaqa narsani ko'rmagandim adashmasam. Bu mox ekan. Bo'ldi. Mox emas, bu lianni-da, короче. Okey, pastga tushamiz. Bularni adashmasam hamma biyomini ko'rib chiqdim. Prikolni joylar ekan, menga yoqdi. 5 ballik sistemada 6 ball beraman. Ba'zi bir biyomlarda moblar yo'q ekan, bu vashi 7 ball degani. Xo'p, pastga tushamiz, bo'ldi. Hech narsa qidirmasdan. Uyga borishim kerak, narsalarimni qo'yishim kerak. Va mana bu modni nomini topishimiz kerak. Kislorod ketganmi? Kislorod turibdi. Biroz ham ishlatilmagan. Bu modni nomini topib, udalib tashlashimiz kerak. Bo'lsa azizlar, bu modni qaytaramiz. Prosta men kosmosga uchishim kelyapti. Buni boshqa iloji yo'q ekan. Bilmadim qancha raketa uchish kerak, lekin qanchadir muddat uchish kerak va o'sha muddat davomida -180 ga tushib ketdim. Menimcha mir zagruska bo'lmagan. Minecraft meni aldamoqchi-da, короче. -299 bo'ladimi? Bo'ldi. Bu уже серьезный. Bu уже серьезный. Chiqamiz, qaytadan kiramiz. Okey, mirimizga qaytib kiramiz. Umid qilamanki ishlaydi va umid qilamanki men tirik holatda qayerdandir topilaman. Okey. Qotib qoldi. Bu yaxshi emas. Hozir zagruska qildi 100 gacha. Minecraft hazillashma. Bu mir men uchun qadrli, juda ham qadrli. Okey, mayli, kutamiz. Yana bir ozgina kutaman. Agar shunda ham bo'lmasa, yana kutaman, boshqa nima ham qilaman. Hoppa. Va men 4000 ta, seriously 4000 ta bloklardan paydo bo'ldim. Mayli, qanotim bor, bemalol uchib borsam bo'ladi. Azizlar. Bu juda ham ajoyib. Chunki bilasizlar, bundan oldin men Safir tortning birida, peshkom yurdim, adashmasam. Qanot bilanmidi, bilmadim. Zarat. Va kartani ochishga juda ham ko'p vaqtim ketdi-da. Hozir bo'lsa bemalol uchib ketsak bo'ladi va let's go. Kontrolni bossam agar bo'ldi, uni qaranglar. Zarat ketmaydi даже. Kontrol bir marta bosish kerak. Men jinniga o'xshab постоянно bosib o'tirar ekanman. Yulduzlar uchyapti, biz esa uyimiz sari uchib boryapmiz. Yulduzlar bilan birga. Parvozingiz bexar. O'zim qaraman. Tushunmadim. Короче, o'zim yo'qman nimagadir. Uni ko'rmayapman, prosta ko'rmayapman. Na bu dunyoda, na u dunyoda bor. Qayerda men bilmadim. Yulduzlar cho'ta. Yulduz ko'rdinglar, pоворот qilib drift qilib ketdi hozir. Bunaqa bo'lmaydi, bir xil uchishing keraksan. 3000 ta blok narida kutamiz. Lekin bir narsa meni qo'rqityapti, chunki men o'zim yo'qman-da, mana shu narsa meni qo'rqityapti. Bu yaxshi emas. Как будто o'yin meni ko'rmayapti. Ya'ni men o'yinga kirmaganman. Bu salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni chiqib qaytadan kirsam, meni 8000 ta blok naridan spawn qiladi yoki o'shanga o'xshash narsalar. Mayli. 2000 ta blok qoldi. Yaxshi niyat qilamiz. 2200 ta dashi. 1500 ta. Lekin bilasizlarmi, o'sha ko'rinish kerak edi, nimadir. Menimcha cho'tta nito 1400 ta. Xo'p, predmetlarni ishlatsa bo'lyapti, lekin effekt yo'q adashmasam, hozir ko'ringchi. Effekt yo'q prosta. Bundan vagonetka spawn bo'lish kerak edi. Mayli. Bu chanklar ochilgan, uyimning oldidagi chanklar ochilgan, demak, ishlab ketishi kerak. Ishlab ketish ehtimoliga где-то 75% bo'lsa kerak menimcha. Balki undan ko'proqdir-da. 900 ta blok. Iltimos, Minecraft, unaqa qilma. Mana bu narsa ishlamadi-da. Bo'ldi va mir ochilmadi. Men bormanmi? Men yo'qman. Okey. Bu yaxshi emas. Pastga tushasanmi? Tepaga. Okey. Minecraft ishla, balakat. Mana shu narsani biroq yomon ko'raman. Hali xudo xolasa men bitta Ryzen olaman. Ryzen 5
7500F legenda protsessor olaman, ana u vashi tortadi. 5060 Ti bilan olaman vashi yoki 5070 mi, 5080 olsam ham bo'ladi video kartani. Bunaqa kompyuter kamida $1000 bo'lyapti-da. Menda bo'lsa pul yo'q prosta. Buncha pul emas, vashi pul yo'q. Okay? Tabriklayman Kayzo. Safirni buzdingiz. Yo, minusga chiqmay, jinni minusga chiqish kerak emas. Ana endi bir chiqib qaytadan kirsam menimcha yaxshi bo'lardi-da. Bizda yangilik azizlar, o'yinga kirgisi kelmayapti. Anchadan beri o'tiribdi bu, bilasizlarmi? 100% bo'ldi va aylanib o'tiribdi. Trail Chamber'da Kayzo tomosha qiling. Bo'ldi. Ittinmasligi bu. Birdan bir yo'l qaytadan tepaga ko'tarilish kerak menimcha. Xo'p, bormanmi? Men borman. Bu yaxshi. Yurishni boshladim hozir. Ko'rdingmi? Okay, tepaga 600 ta blok chiqib ketibman, Mir, qanasan? Xo'p, plus tomonlardan men borman, minus tomonlardan qayerdaman bilmadim. Okay, pastga tushsa agar, demak men shu chankka o'zida borman. Pastga tushsa, bemalol biz bu yerdan keyin qaysidir boshqa tomonga ketsak bo'ladi. Mana bu yerda ochiq chankchala ham bor ekan. Ko'ramiz, borman. Va ochiq chanklarga o'tgandan keyin pastga tushsak bo'ladi. Nechinchi blok? 500-blok, seriously? Pastga tushamiz. Xasi? Qayerda edingsan? Va Minecraftimiz ishlab ketdi. Let's go azizlar. Bitta savol tug'iladi-da, nimaga men hozir ana jannatchaga chiqib ketmadim? Shu yerdan raketani uchiramizmi? Narsalar yo'q menda. Bor yo'g'i 3 tagina chank ochilgan bo'ldi. Shu 3 tagina chank ochilgan. Variant krayga borish, adga borish tushunmadim. Qayerda? Ochil. Mana buni och. Qayerda? Backpacklarimni ko'rsatmayapti. Vaholanki menda turibdi backpacklar. Unga ochilmayapti prosta. Mana tepadan spam qildim, pastdan spam qildim, Короче, shu narsa holatlar men tepaga chiqaman. Aji kuku. Okay. Nima qilsak bo'ladi? Adashmasam men shu tomonda edi, uyimda. Shu tomonga qarab harakatlanamiz. Bu yerda yonayotgan eshaklar qayerga ketdingsan? Ko'rishga ulgurmadim. Azizlar, bu yerda yonayotgan zombi otlar bor edi. Xo'p, nechta blok keldim bilmadim. Eshakka o'xshab ketdi. Nechta blok keldim bilmadim, lekin mana bu yerda ham kimlardir bor. Pillagerlar ekan. Pillagerlar. Bratan o'zlari ham shu yerdalar. Bo'ldi. Men yerga tushsam bo'ladi endi. Umid qilamanki ishlaydi hammasi va iltimos. Uyimga yaqinroqdan iltimos va uyim oldan 600 ta blok yomon emas, asosiysi men borman azizlar. Merimiz tiklandi. Agar men yo'q bo'lganimda yomon bo'lardi. Xo'p, tepaga menimcha 600 ta blok chiqsa, mir o'zgarar ekan-da. Nima qilardik? Meteorit bor, unda dunyo ochilishi boshlayapti. Let's go. Sapphire 4 ni mirni o'zini ham hajmi juda ham katta bo'lib ketganda, shuncha ma'lumotni kompyuter obработка qilish kerak. Bu uchun super kompyuter kerak-da. Mayli. Bu yerda 170 ta mod bor. 177 ta mod bor. Endi tasavvur qilinglar-da. Vanilla Minecraft o'zi katta bo'lib ketadi. Endi modlar bilan bilmadim nima bo'ladi. Xo'p, azizlar, barchaga tomosha uchun addush rahmat. Bu qismda o'zi nima qildim bilmadim. Tepaga chiqib ovqat o'g'irlab keldik. Kelgusi qismda kosmosga uchishga harakat qilamiz. Men bu mod udayt qilib tashab, undan keyin nasib bo'lsa kelgusi qismda uchamiz. Barchaga azizlar, xayr.